Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Nurali ablanızın bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Hech kim o'rnimni olmasin desangiz, hech kim o'rningizni to'ldira olmaydigan bir kishi bo'ling. Boshlang'uchning birinchiligidan boshlab men eng ko'p erishgan mukofot 3 ta yaxshi o'quvchi bo'lsa kerak. Birinchi yillikdan 4-yillikgacha har yili 3 ta yaxshi bo'lib baholandim. Shundaq bo'lg'achqimikin 4-yillikning 2-mavsumida natijam o'ylamagan yerdan tushib ketganda xuddi oxir zamon bo'lgandek ho'ngrab yig'lab ketgan edim. Hozir o'ylab baqsam, shu chog'dagi ahmoqligimga gap to'g'ri kelmaydi ekan. Shuningdek, bir atalmish shon-sharafga neman chiqib ketdim, ammo bir kichik bola uchun elib aytganda, saboqdoshlarining havas qilib ketishi, o'qituvchisining maqtab qo'yishi odamga ajoyib zo'r mamnuniyat va qadr-qimmat tuyg'usi beg'ishlaydigan bir ish. 3 ta yaxshi o'quvchining o'zi bir paradoksiya. Bu yerdagi 3 bir muhim son bo'lib, hamma tarafda yaxshi bo'lish deganni ko'rsatdi. Bizning ma'rifimiz izchil turda har taraflama taraqqiy qilishni, universal iqtidorli bo'lishni, har qaysi taraflarda birdek munavvar odam bo'lishni ta'kidlaydi. Lekin amaliyot shuki, hamma ishda yaxshi bo'lishning keyniga bir xil susluq yoshiringan. Hammani qila oladi deganlik hech ishni voyaga yetkazib qila olmaydi deganlik bilan o'xshash. Atrofliq yetilish oqibatda hamma tarafda munavvar bo'lish emas, ammo hamma tarafda odatkicha bo'lish badliga keladi. Halbuki hozirgi dunyoda ma'lum bir ishni voyaga yetkazib qila oladiganlar haqiqiy ravishda qadrlanadi. Butun Jungoda 3 ta yaxshi o'quvchilar nihoyat ko'p. Ammo maktabdan chekinib, kitob yozish orqali bir avlod kishilarga ta'sir ko'rsatgan Xanxandin faqat bir qanchasi bor. Har yili rejissyorlik kasbini bitkazib chiqadigan iqtidor egalari nihoyat ko'p. Ammo bu kasbda o'qimagan bo'lsa-mu, net 100 millionlik bilet kirim yaratgan, kino ishlagan Go Jingmingdek odamdan netsi bor. Afsusnarligi shuki, ota-onamiz va ma'rifchilar bizning hamma taraflarda mukammal bo'lishimizni umid qiladi. Bundoq odamlar jamiyatga chiqqandan keyin raqobat kuchini borgancha yo'qotib qo'yayotganligini bayqaydi. Jamiyatda bundoq ikki xil ixtisos egalari bor. Biri hamma ishni ozroqdan biladi. Yana biri ma'lum bir ishning hamma tarafini biladi. Hamma sohada ozroqdan bilimi bor bo'lish asosida ma'lum bir sohada voyaga yetkazilgan odam ko'pincha hollarda kishilarning hurmatiga erishgan mutaxassis yoki ma'lum sohaning peshvolariga aylanib, nagil borsa kollektivning kam bo'lsa bo'lmaydigan a'zosiga aylanadi-ki, kollektivga yelinadigan odam bo'lib qolmaydi. Logikalik tafakkur programmamizning riyosatchisi Liu Jinyu dastlabda Markaziy televiziya stansiyasi iqtisod va qonunning dialog programmasining film ishlaguvchisi edi. Markaziy televiziya stansiyasidan ayrilib chiqqandan keyin izchil turda barmoq diskichi yashash uqumini, ya'ni shaxs hech qanday tashkilga beqinmaslik, qiziqishiga asosan o'zining xos ortiqchiligi bor bir sohada to'linib chiqish, o'z qiymatini bozorda yaratish, ya'ni o'zida uchur bor bo'lish, sistema qochilmaslik, xohlagancha erkin hamkorlasha oladigan mustaqil gavda bo'lish ideyasini ta'kidlab keldi. Men u orqali bir odam tashkil sirtida turib, o'ziga tayinish orqali kuchli odamga aylanqili, cho'ng ishlarni qilg'ili bo'ladiganligini tunib ketdim. Internet davrida dal shu xil barmoq diskicha yadroliq raqobat kuchini tashabbus qiladi. Liu Jinyu ikkimizning orasida mundaq bir qiziqarli hikoyami bor. 2014-yili 5-oyda u Beijing universitetiga nutq so'zligiga keldi. Men zalga xili boldirli kelib saqlab turdim. Menga nisbatan tog'i hisoblanadigan bu odamning 1,5 soatlik leksiyasi logikasi aniq, fikri atrofliq bo'lib, chin ko'nglimdan qoyil bo'ldim. Ammo mening bir havaskor bo'libmi o'tkim yo'q edi. Leksiya oxirida savol so'rash bosqichiga kirgan chaqda ko'pincha kishilar "Lo muallim, siz bilan rasmga tushib olsak bo'lamdi? Lo muallim, imzo qo'yib bersangiz bo'lamdi?" degandek savollarni so'ragan bo'lsa, men ularga faqatla o'xshamaydigan, o'zimcha nihoyat cho'nqur fikrlik mundaq 3 savolni so'rdim. Birinchi: "Lo muallim,
bugun leksiyaga shuncha ko'p odamning sizga cho'qinib, gaplaringizni anglag'ili kelganligini o'zingizmi ko'rdingiz? Siz izchil turda mustaqil xarakterga ega, boshqalar osonlikcha uyon-buyon qilolmaydigan, boshqalarga qarg'ularcha agishib ketmaydigan odam bo'lishini ta'kidladingiz. Lekin bugun shuncha ko'p odamlarning sizga talvilachi cho'qinganligini ko'rib, qanday hissiyatda bo'lyapsiz? Ikkinchi, lo muallim, siz boya kitob o'qiganning foydasi yo'q. Hozirgi jamiyatda kitob, jurnallar, internet to'ri, sin hujjatlari qatorliq taratquv vositalariga o'rin bo'shatdi. Kitob o'qish uchur egilashning unumsiz vositasiga aylanib qoldi dedingiz. Sizning fikringizcha bo'lganda, kitob o'qish haqiqatan uchur egilashning bir qadar tuvan unumlik vositasi. Ammo u odamning cho'ng miyasini chiniqtirish, tanqidiy fikr qilish iqtidorini yetishtirish jihatda intayin muhim. Kitob bilim bulug'i. O'qigancha aql oshudi. Kitob o'qiganning foydasi yo'q degan fikringiz sal bir taraflama bo'lib qoldimi qandaq? Uchinchi, siz izchil turda kichik kollektivni, shaxsan utuq qozishni ta'kidlab keldingiz. Yana bir tarafdan logikalik tafakkur degan bu turni 10 yil qilmoqchi bo'lib yetibsiz. Kichik kollektiv eng oxirida ya yo'qoladi, ya zo'rayib, cho'ng kollektivga aylanadi. Siz hozir zo'r kollektivlik korxonalarga qarshi turyapsiz. Undaqda 10 yildan keyin logikalik tafakkurning oqibati qanday bo'la? Sizning xo'shingiz yo'q shu narsaga aylanib qolamdi yo'q? Bu 3 savol shu chog'dagi naq maydonda so'ralgan eng murakkab 3 savol bo'lishi mumkin. Shundaqla mushu 3 savol meni keyingi chog'larda Lo Jinyu muallim va uning a'zolari bilan uchrashish va fikr almashtirish fursatiga ega qildi. Uning shu chog'dagi javobimi menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Birinchi savolga qarata Lo muallim o'zining darajadan tashqari erkinlik tarafdori ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Qanchalik odamning kelishi men uchun baribir. Ko'pchilik meni yaxshi ko'ramdi yoki mening ko'z qarashlarimnimi? Bularmi men uchun baribir. Faqat odamlar yig'ilsa, yaxshi bir yig'ilish bo'lsa-da, ko'nglim shuningdan xush. Cho'qinish masalasiga kelsak, u mustaqillikda anglovchilarning ko'ngildagi pisand qilmaydigan, faqat harakatiga qaraydigan darajaga yetganlikni aytdi. Ikkinchi savolga kelsak, mening ozroq xato tushunib qolganligimni, o'zining yanada ziyolilarga o'xshaydiganligini, butunlay inkor qilayotmaydiganligini bildirdi. Uchinchi savolimga berilgan javob texmi qiziqarli. Yuz bergusi ishlarning hammasi muqarrar yuz bergan bo'lgan ekan, yuz bergili qo'yayli. Men bu savollarni xeli zo'r g'ayratga kelib turib so'ragan. O'zingiz chin ko'nglingizning qoyili bo'ladigan odam bilan fikr so'qishtirishmi ahamiyatli bir ish ekan. Mendagi yadrolik raqobat kuchimi dal shu xil qo'rqimsizlikda ko'pchilik oldida o'z fikrini o'tirg'a qo'yishga jur'at qilishdi bo'lsa kerak. Urumchidagi eng yaxshi o'tir maktabda o'qib, Beijing universitetiga o'tishning o'zimi nurg'un odamlarning nazarida xili qaltis ish hisoblanadi. Ammo ixtisoslar to'plangan oliy maktabda va xizmat sahnasida o'qish tarixiga, kuchlik as tutish qobiliyatiga, imtihonda yuqori nomer ilishga tayinibla uzib chiqilib bo'lmaydi. To'liqsizda o'qiyotgan vaqtimda matematika, fizika, ximiya degandek tizimlasam bo'ladiganligi musobaqalarning hammasiga qatnashib baqqan. Lekin hammasida mag'lub bo'lib, oxirida tizimlashga mas'ul o'qituvchimi meni ko'rsa o'xsindigan bo'lib qolgan edi. Ilishqanda yengilgan odamning yengilgancha ilishqisi keladigan bo'lib qoladi ekan. Turli musobaqalarga davomli tizimlatdim. Hatto badan og'irligi 90 kilogramm keladigan bodak bo'lishimga qaramay, modul tanlash musobaqasiga qatnashib baqqan edim. Mushu musobaqalar ichida men doim yaxshi natija oladigan bir turba. U dal nutq turdagi musobaqalar. Bo'libmi inglizcha nutq so'zlash musobaqasi. Mag'lub bo'lishdan qo'rqmang. Mag'lub bo'lsangiz savoq bo'ladi ekan. G'alaba qilib qolsangiz talantingiz isbotlanadi. Ondan uni davomli joriy qildirib voyaga yetkazsiz. Qaysi ishda ortiqchiligingiz bor bo'lsa, qaysi ishga mos kelsangiz shuni qiling. Qaysi ishga mos kelmaysiz, bularni bilgandan keyin qaysi yo'lda menishni obdan bilalaysiz. G'alaba qilsangizmi, mag'lub bo'lsangizmi, o'xshashda erishgan bo'lasiz. Oxirida yangi sharq guruhining o'qituvchisi bo'lib, o'zimning bilimini, iqtidorini o'quvchilarga o'rgatish, ularning utuq qozonishiga yordam qilish. Darajadan tashqari notiq, g'alati gaplar qatorliq programmalarga qatnashib, o'z ko'z qarashlarimni, tajriba saboqlarimni, o'y xiyollarimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashish fursatiga erishganimni yuqorqi jarayondan ayirib qarag'ili bo'lmaydi.
Men shu jarayonda o'zimdagi yadroliq raqobat kuchini bayqadim. Natijada mayli Yangi Sharq guruhida bo'lsin va yoki televiziya programmalarida bo'lsin, o'zimning bir kishilik o'rnini topa oldim. Ammo bu xil raqobat kuchi tug'ma va yoki qisqa vaqt ichida hozirlangan bo'lmasdan, to'xtamay o'rnib beqish, sinab beqish orqali o'zimning qaysi jihatda ortiqchiligi borligini bayqagandan keyin shu ortiqchilikni tirishib joriy qildirish, kuchaytirish, chiniqtirish natijasida hozirlangan. Xizmatda bir odam o'zida yadroliq raqobat kuchi hozirlagan hamon jang maydonini texnik kengaytiradi. Agar o'zingizdagi yadroliq raqobat kuchini izlamoqchi bo'lsangiz, foydalanishga bo'ladigan qurol saymonlarmi xili ko'p. Mening qarashimcha, Gallup ustunlik topqish bo'lsa, yetarlik sonliq ma'lumotlardan foydalanib, statistika ilmining prinsiplari asosida yakun chiqaradigan bo'lib, ilmiy darajasi yuqori. Men bu narsani sinab boqqandan keyin o'zimning mundaq 5 turlik ustunligimni bayqadim. O'ylanish, raqobatlashish, fikr almashtirish, o'ziga ishonish va strategiya. Sinoq natijasida ko'rsatilishicha, men bular ichida ko'pga qarshi bir shakllik fikr almashtirishga eng mos keladi ekanman. Bu mening nutq so'zlash, riyosatchilik turidagi ishlarga muvofiq keladiganligimni bildirdi. Bu turdagi ishlarda bir odam so'zlaydi, ko'p odam anglaydi. Men so'zlayman, siz anglaysiz. Yana biri birga bir fikr almashtirish, o'zaro so'zlash, boshqalarga ko'ngildagi gapni qilg'izish. Men buningga mos kelmaydi ekanman. Masalan, agar men 10 ming odamga nutq so'zlasam, bir soatdan keyin ko'p qism kishilar meni yoqtirib qilishi mumkin. Aksicha, 10 odam bilan ayrim-ayrim bir soatdan paranglashib chiqsam, ular ichida 8i mendan bezor bo'lib, qechib ketgidek yerga yetishi mumkin. G'alaba qilmoqchi bo'ladi ekanmiz, ustunligimizni imkoniyatning boricha joriy qildirishimiz. Ya'ni yadroliq raqobat kuchimizni oshirishimiz kerak. O'zimizning ortiqchiligi bo'lmagan soha shaxsiy taraqqiyotimizni to'sib qo'ymasa bo'ldi. Kollektiv yoki biror korxona ichida g'oyasur mashinaning bir dona vintisi bo'lib, boshqa hech kim o'rningizni to'ldira olmaydigan raqobat kuchini hozirlamagan bo'lsangiz, texmi arzon, yangi, texmi afzallik ega vintlar hamon o'rningizni oladi. Hech kim o'rnimni olmasin desangiz, hech kim o'rningizni to'ldira olmaydigan bir kishi bo'ling. Eng yaxshi ijtimoiy munosabat o'ziga puxta bo'lish. Vey Jin sulolasi davrida yashagan dongliq arbob Yinxao mundaq degan edi. Kurash qilish dunyo bilan haplashmak deb o'ylagan ekanman. Bildimki, odam hayotida hal qilishga tegishli masala o'zi bilan haplash ekan. Nurg'un kishilar jamiyatga qadam qo'ygandan keyin kishilik munosabat degan iboraga eng ahamiyat berilgan bo'lib ketdi. Atalmış kishilik munosabat uchun unumsiz ijtimoiy munosabatlarga vaqtini aymay sarf qilishdi. Bir qatimliq xizmatchi qabul qilish programmasida taqi-turqi kelishgan bir yigit xo'jayinlarning o'rnida o'ltirgan boshliqlarga mening munosabat doiram bakkan. Domingjo qatorliq mashhur korxonchilar bilan tanishman deydi. Direktorlar uning o'qish tarixi va tarjimaliga qarab bu gaplardan gumonlanib qoladi. Darvaqa uning o'rni va naq maydondagi ifodasiga qaraganda, bundoq o'tira yuqori darajali korxonchilarning diqqat e'tiboriga noil bo'lib ketishi mumkinchiligi yo'q deyarli edi. Men mush yerda shu korxonchilarga telefon urib, ko'rsatib qo'ysam bo'ladi. Yigit o'zining yolg'on gap qilmaganligini isbotlash uchun shundoq taklif berdi. Orqa-orqadan bir qancha telefon urildi. Ammo hech kim telefonni olmadi. Ko'rivilishga bo'ladiki, siz biror so'rinda birovning vasitasi bilan donliq kishilarning telefon nomeriga erishgan. Ammo siz ularda hech qanday yaxshi ta'sir qoldirmag'achqa, ular sizning telefon nomeringizni asla saqlab olmagan, dedi direktorlardan biri gapni agitib o'ltirmayla. Yigit yanada o'zini aqlab, darvaqa bir do'stining vasitasi bilan ma'lum bir so'rinda ashu zotlar bilan ko'rishganligi va do'stona paranglashganligini aytdi. Buni yolg'on gap degili bo'lmaydi. Donliq arboblar ommaviy so'rinda notanish kishilarga gap qaytarishga to'g'ri kelganda odatda nihoyat adablik, do'stona muomala qiladi. Ammo bu sizning ular bilan do'st bo'lib qolganligingizga vakillik qilolmaydi. Mening bir muxbir do'stim bor. U doim o'z-o'zini mazoq qilib mundaq deydi. Atigan Yi Jungtian bilan madaniyat haqida suhbatda. Tushdan keyin Koilon mehmonsarayda chet ellik mehmonlar bilan choy ichkash muloqotda. Kechda Beyshenyong bilan
Kunchu teatr haqida muhokamada bo'lishim mumkin. Ammo shunisi menga ayonki, ular meni o'zlari bilan bir qatordagi odam deb qaramaydi. Shunga reallikqa qaytib, xizmatimni astoydil ishlashim, kechini kunduzga ulab bo'lsa-mu, maqolani bitkizib, o'zimning iqtidorini isbotlashim kerak. Bilimim va iqtidorim cheklik ahvolda yuqori qatlamdagi zotlar bilan haqiqiy do'stlik o'rnatishni, muloqot bo'lmoqni xiyol aylama. Nurg'un odamlar Jungoda munosabat iqtidordan muhim deyishidi. Shunga bo'sh vaqtlarini, hatto xizmat vaqtini boshqalarga ko'ngil bo'lishga sarf qiladi. Ziyofatlarga berish, palonchi boshliqning tug'ilgan kunini yodlash, po'kinchi boshliqqa yaxshichaq bo'lish bilan oldirash yurishidi. Hatto hayit bayram, dam olish kunlaridimi do'stlar chambarkini ichib boshqalarga yurak berib, salom yo'llashni unutib qolmaydi. Butun zehnini boshqalarga sarf qilib etib, o'zining amaliy iqtidorini kuchaytirishga ahamiyat berolmaydi. Yangi Sharqda 100 turani imtihon ilishga mas'ul bo'lgan chog'larimda yish cho'ng, xizmat tajribasi mo'l ba'zi o'qituvchilarning oldimga kelgan edi. Ular: "Men bu sohada ishlagan 10 yil bo'ldi. Tajribam mo'l. Xizmatning hududisidan tamoman chiqa olayman. Bevosita rahbarlik o'rniga qo'ysanglarmi bo'ladi" deb o'ylaydi. Ammo 100 turani imtihon jarayonida ularning o'qitish iqtidorining ba'zi yosh o'qituvchilarga yetmaydiganligini bayqadim. Bir xizmatni har kuni 10 soatdan 10 yil qilgan taqdirdami, yadroliq raqobat kuchi va boshqalarni besib tushadigan biror ustunlik hozirlanmaganda, amaliy tajribasi 1 yilga yetmaydigan yoshlarchilikmi bo'lolmaydigan gap. Nuqul takrorlaganlik munavvarlikka teng emas. Har vaqt hozir holatda bo'lib, kelgusida uchraydigan xiris va fursatlarga tayyor turgandalar haqiqiy munavvarlikka yetkilib bo'ladi. Maktabda tirishib, o'rganib, imtihondan o'tsingizlar bo'ldi. Jamiyatda o'qishmaydi. Jamiyatga chiqqandan keyin o'ylab baxmagan sinoq va qiyin masalalarga uchraysiz. Ularni yengish uchun davomli olg'a ilgirmasangiz bo'lmaydi. Attigan soat 7 da qo'pib, nashtilikni ko'tarib metroga yugurish. Tushlik oromda 1,5 soat vaqtni xizmatdoshlar bilan tomoq yegash, paranglashib o'tkazish. Tushdan keyinlik unumsiz xizmatdan keyin ishdan tushib, kechda har xil ziyofatlarga daxil bo'lish yoki uyga qaytib, tugatilmagan xizmatlarning davomini ishlash. Mana bu markaziy shahardagi ko'p qism oq yoqliqlarning bir kunlik vaqt jadvali. Mushundaq turmush ritmida yashayotgan odamlar orasida vaqt yo'q bo'lish yangi bilimlarni o'rganmaslikning bahonasiga aylanib qolgan. Davlat tashqi savdo ministrligining sobiq muavin ministri, Bo'g'ov Osiyon munbirining sobiq kengash a'zosi, bosh kotibi Long Yongtu Guijoning bir tog'liq yesida cho'ng bo'lgan bo'lib, nurg'un jafolarni tatgan. Kamsizlarga uchragan bo'g'ashqa boshqalardan necha hasi zo'r tirishchanlik bilan o'rganib, oxiri o'z g'oyasini reallik aylantirgan. Long Yongtu 1965-yili Beyjingga xizmatga taqsimlanadi. Uning xizmatdoshlarining ko'p qismi Beijing universiteti, Shanxay chet el tillari instituti, Beijing chet el tillari instituti qatorliq donliq maktablarni bitkizganlar edi. Ular Long Yongtuning Guijodan kelganligini bilgandan keyin kalisiga kelgan birinchi inkos "Sizlarning uya bek yaxshi, manzarasi bek go'zal" degandan iborat bo'ladi. Bu balkim ularning Guilin bilan Guijoni aralashtirib etganligidan bo'lsa kerak. Guijoning tog' edirlarida cho'ng bo'lgan Long Yongtuning muvaffaqiyat qozonishi 2 qatimliq tasodifiy fursatga bog'lanadi. Bir qatim tashqi iqtisod aloqa komitetining mudiri chet ellik mehmonlar bilan ko'rishgan chog'da Long Yongtu tarjimonlikqa avatiladi. Agar shu chog'da idoraning tarjimoni ishdan tushib ketib qolmagan bo'lsa, bu fursat uningga nisb bo'lmagan bo'ladi. Gerçi bu uning tunji qatim ministrga tarjimonlik qilishi bo'lsa-mu, u o'zining qaltis ifodasi bilan boshqalarda yaxshi ta'sir qoldirgan. Yana bir qatim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Plan taraqqiyot idorasining boshlig'i Jungoga ziyoratga keladi. Bu kishi quyuq Amerika Texas talaffuzida so'zlaydigan bo'lib, odatdagi tarjimonlar osonlikcha tushunolmaydi. Lekin Long Yongtu bu qatimliq vaqtliq vazifani muvaffaqiyatli o'rinlaydi. 2 oydan keyin Savdo iqtisod ministrligi qarmog'idagi eng muhim o'rin bo'lgan xalqaro aloqa boshqarmasiga boshliq qilib tayinlanadi. Shuningdek bir qancha yil keyin Long Yongtu Jungoga vakil bo'lib, xalqaro savdo hamkorlik suhbat yig'iniga qatnashadi. Darvaqa Long Yongtuning taqdiri 2 qatimliq fursat bilan o'zgargan.
Ammo u kecha kunduz tirishchanlik ko'rsatmagan, bir kunlik oldirash xizmatini tugatgandan keyin oram vaqtidan foydalanib yangi bilimlarni o'rganmagan. Chet el tili saviyasini yuksak darajaga yetkazmagan bo'lsa, shu ikki qatimliq fursatni qo'ldan berib qo'ygan bo'ladi. Muvaffaqiyat qozonolmasligingizni ota-onangizning mansabdor yoki puldor bo'lib qolmaganligiga döngab qo'ysingizmi mayli. Ammo har qancha tuvan nuqtadan boshlagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bir umr o'rganish va bo'shashmay kurash qilish ro'yingiz bilan taqdiringizni o'zgartira olasiz. Dunyoda kechikish degan narsa yo'q. Anna Marie Robertson moybo'yoq rasm chizishni 77 yoshida boshlagan bo'lsa-mu, Amerikadagi eng donliq, eng ho'sulliq rassomlarning biriga aylangan. Efiopiyalik buvay 96 yoshida boshlang'ich maktabga kirdi. Boshqalar shu yoshida bir qo'shilgan bir tang 2 deb yezib yurgan yerda siz yana qarab turamsiz? Nurali Abduzning Xinjiang Pan-texnik nashriyati nashr qilib tarqatgan bir yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.